Toshkent shahrini havosi eng iflos dunyo shaharlari reytingida 4-o'rinda qayd etdi. Ayni paytda 1 metr kub havo tarkibidagi PM2.5 zarralari miqdori 58.7 mikrogrammni tashkil qilmoqda. Bu Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiya qilganidan 14.2 marta yuqori hisoblanadi. Havoni ifloslanishi butun organizmga zarar yetkazadi. PM2.5 zarrachalari havo orqali qonga so'riladi va butun organizmga, yurak qon tomir tizimiga, ichki a'zolarga va bular orasida endokrin tizimga, ya'ni bezlarga ham ziyon yetkazishi mumkin. Natijada ko'plab gormonal buzilishlar, qalqonsimon bez kasalliklari, semirish, ayol va erkaklarda gormonal buzilishlar va hattoki bepushtlikka ham olib kelishi mumkin. Afsuski, havoni biz almashtira olmaymiz. Shuning uchun ham o'z vaqtida tibbiy ko'riklardan o'tib turish, iloji boricha sog'lomlashish va kerakli vitamin va mikroelementlarni ichib yurish kerak. Bu videoni Toshkentda yashaydigan va iflos havodan nafas oladigan do'stingizga yuborib qo'ying.